Assalomu alaykum, hurmatli trening ishtirokchilari. Biz bugun jamoatchilik nazorati faoliyatida fuqarolik jamiyatlari institutlarining ishtiroki mavzusida seminar treningimizni onlayn taklif etamiz. Bu treningimizni muhim jihati shundan iboratki, modulimizda jamoatchilik nazorati o'zi nima? Jamoatchilik nazoratini obyekti va subyekti kim bo'lishi mumkin? Qonunda belgilangan jamoatchilik nazoratini shakllari, uslublari, mexanizmlari to'g'risida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Jamoatchilik kengashlari o'z tarkibida fuqarolik jamiyati institutlari vakillari, shuningdek nodavlat, notijorat tashkilotlarini vakillarini jamlagan holatda, ekspertlarni fikrlariga tayangan holatda davlat organini qonun bilan belgilangan funksiyalarni qay darajada bajarayotganligi ustidan jamoatchilik nazorati olib boradi. Misol uchun, davlat tibbiyot muassasalarida tibbiy xizmatlar sifati qay darajada olib borilmoqda? Shu mahalliy aholi, oilaviy poliklinikalar, statsionar davolash muassasalaridagi tibbiy xizmat sifatidan qanchalik darajada rozi bo'lyapti va bu xizmatlar me'yoriy hujjatlarga qay darajada mos keladi? Shunga o'xshash ko'plab savollarga javoblar jamoatchilik nazorati, jamoatchilik monitoringi xulosalari orqali chiqadi. Biz o'zimizning o'quv modulimizda bir qancha jamoatchilik nazorati mexanizmlari to'g'risida so'z yuritdik. Shularni o'rganish jarayonida sizlar nafaqat davlat tashkilotini faoliyati yuzasidan, balkim shahar, tuman, ma'lum bir hududlarda ekologik vaziyat bo'yicha nazorat olib borish masalalarida ham muayyan axborotlarni olishingiz mumkin. Ushbu modulimizning tarkibida monitoring olib borish usullari, mexanizmlari, bosqichlari haqida ma'lumotlar keltirilgan. Shu bilan birga muqobil ekologik ekspertiza xulosalarini shakllantirish bo'yicha to'liq uslubiy qo'llanma matnini ham berdik. Nima uchun mana shu masalaga katta e'tibor qaratyapmiz? Birinchi navbatda jamoatchilik nazorati tamoyillari bor. Bu xolislik, qonuniylik, shaffoflik tamoyillariga rioya qilingan holatda jamoatchilik nazoratini olib borish. Jamoatchilik nazoratini olib borishda albatta xolislik muhim rol o'ynaydi. Har bir jamoatchilik nazoratini olib boruvchi guruh muayyan ekspertlarni fikriga tayanishi kerak. Men bir tajribamizdan bitta lavhani aytib bermoqchiman. Biz Qo'qon shahridagi soy va ariqlarni tozaligi, ularni suv o'tkazish qobiliyatini doimiy ravishda yaxshi holatda ushlab turish, bu bilan bahor, yoz oylarida sel va toshqin xavfini oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlarni bajarilishini monitoring qilishga jazm qildik. Jamoatchilik kengashi a'zolari bilan shaharda oqib o'tadigan 8 ta soy va ariqlar nazoratga olindi va bunda albatta sanitariya epidemiologiya nazorati, kommunal xizmat boshqarmasi va soylardan foydalanish boshqarmasi bilan
birgalikda mutaxassislarni jalb qilgan holatda har bitta soyni, kanalni, ariqni suv o'tkazish qobiliyatini mutaxassislar yordamida baholadik. Natijada asoslangan xulosalar olinib, tez fursatlarda mana shu soy va ariqlar bahor, yoz oyigacha tozalandi va mamnuniyat bilan aytish kerakki, keyingi yillarda bizni soy va ariqlarimizdan suv toshib, birorta mahallani suv bosish holatlari kuzatilmadi. Aynan jamoatchilik eshituviga chiqayotgan masalani monitoring jarayonini tashkil etishda mutaxassislarni jalb etish va bu mutaxassislarni fikri asoslantirilgan xulosalarga olib kelishi kelajakda mana shu qandaydir bir salbiy oqibatlarni oldini olishga olib keladi. Shu bilan birga ko'pincha shunday fikr bor, agar soha mutaxassislari o'zi ishtirok etadigan bo'lsa, shu sohadagi kamchiliklarni ko'rsatmaslikka harakat qiladi degan tushuncha bor. O'z tajribamdan kelib chiqib, bu xato tushuncha deb hisoblayman. Chunki biz ta'lim sohasini tekshiramizmi, tibbiyot sohasini o'rganamizmi, har safar shu sohada ishlaydigan yetuk mutaxassislarni olishga harakat qilamiz. Buni bir necha sababi bor. Birinchidan, ular shu tizimdagi ta'minot tizimini yaxshi bilishadi. Shu tizimdagi normativ huquqiy hujjatlar bazasi bilan tanish va shu tizimdagi asosiy muammolarni o'zlari bilishadi. Shuning uchun har bitta sohani vakili shu sohani faoliyatini yaxshi bo'lish uchun o'zini hissasini qo'shish barobarida albatta tavsiyalarni ishlab chiqadi. Agar normativ huquqiy bazani bilmaydigan, tizimda faoliyat yuritmaydigan ekspertlar jalb qilinsa, olingan xulosalar asoslanmagan bo'lishi mumkin. Bizni o'quv modulimizda siz monitoring qilish bo'yicha bosqichlar bilan tanishishingiz mumkin va misol tariqasida shaharlarimizda yaratilgan bog'larni monitoring qilish masalasini ham ko'rsatganmiz. Ya'ni istirohat bog'larini qanchalik darajada talablarga mos ravishda qarov parvarish bo'layotganligini nazorat qilishda faqatgina yuzaki ko'rib qo'yish emas, balkim shu bog'dagi gazonni holati, butalarni holati, daraxtlarni holatiga baho berish, ularni baholash kabi bir necha kriteriyalarni o'z ichiga olgan monitoring halqasi bor. Va siz monitoringga jo'natayotgan ekspert mana shu har bitta bosqichni yaxshi biladigan mutaxassis bo'lishi kerak. Shu nuqtai nazardan biz hamisha masalalarni o'rganayotganimizda soha mutaxassislarini imkoniyatlaridan foydalanishga harakat qilamiz. Monitoring va jamoatchilik nazoratini juda ko'p ilg'or tajribalari bor. Mana men xabarim bor, ommaviy axborot vositalari orqali tanishganman va jamoatchilik kengashi raislarini chiqishlaridan bilamanki, bu yil eng katta bir muvaffaqiyatlardan biri Transport vazirligi huzuridagi jamoatchilik kengashi imkoniyati cheklangan fuqarolarni jamoat transportidan foydalanish huquqini amalga oshirish bo'yicha bir qator tadbirlar o'tkazishdi va respublikada juda katta rezonans bo'ldi.
Namangan viloyat adliya boshqarmasi huzuridagi jamoatchilik kengashi o'tgan yili imkoniyati cheklangan fuqarolarni davlat va savdo shoxobchalari binolariga kirish uchun imkoniyatlarni kengaytirish, to'siqsiz harakatlanish imkoniyatini beruvchi panduslarni qo'yilishi bo'yicha masalani ko'tarib jamoatchilik muhokamasiga chiqarishdi. Buni ijobiy tomoni shundan iborat bo'ldiki, bundan buyon arxitektura qurilish boshqarmalari endi har bitta binoni ekspluatatsiyaga qabul qilishdan oldin imkoniyati cheklangan fuqarolar uchun qanchalik darajada qulayliklar yaratilganligiga alohida e'tibor qaratyapti. Bir so'z bilan aytganda, jamoatchilik nazorati istiqbolga qaratilgan loyihalarni baholash, ular bo'yicha alohida xulosalar berishga xizmat qiladi. O'ylaymanki, sizlarga taqdim etayotgan modulimiz sizga qiziqarli bo'ladi va manfaatli bo'ladi.